Hech qayerda Akalar, ishlamay aka, bu bolaga qarashga hech kim yo'q. Keyin kichkina qizim akalarimiz, opalarimiz bizni kuzatib, bizni qo'llab turgan, bizni duo qilib turgan insonlarning nomidan tashlayapmiz. Sizlar ham bitta duo qilib qo'ysanglar, savobi sizlarniki. Mana shu xalqimiz, mana shu insonlarimiz, mana shu opalarimiz bizani qo'llab layk bosganligi uchun mana shu insonlarga yordam ko'rsatamiz. rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Hozir boya qizni ham hozir shundagina gostiga ko'tarib turib, prямой translyatsiyani o'zida u qizni ham kashasiga pulini shunday tushirib beraman. Rahmat. Pul tushsa qanday qilib pul tushganini shunday tushdi deb ko'rib aytib yuboralashsa bizga? Ha, boshqatdan kirib chiqamanda faqat bunga Qarang. ulang. Qarang, opa. Eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Pul tushganligini faqat tushdi deb ayting, qancha tushganligini keyin o'zingiz uchun bilib qo'ying, xo'pmi? Xo'p. O'zingiz uchun bilib qo'ying, biz ham ancha tushgan deb ayting. Ben tushundim. Rahmat sizga ham jon aka. Obajonim. Ha, Sardor aka. Pul tushdi, shunday menga aytib yuborasiz, ha? Ha, xo'p. Rahmat Sardor aka, Alloh rozi bo'lsin Yo, sizdan. birinchi tushganligini ko'ring, keyin rahmat aytasiz. Xo'p, hozir chiqaman qaytadan. Xo'p bo'ladi, kutib turamiz. Mana opajonim, xo'p. Amin akam, burgutdim, assalomu alaykum. Qalaysiz, meni mehribon akam? Qani bona chaqaloqchalik opamizni ham pulini tushirib beray ekan, bitta chiroyligina chaqaloqga kash yedirsang, ertalab och qolayotgandir bechora bola. Ho'p. Hop. Karta raqamingizni aytasiz, faqat kelishamiz. Men do'stimdan dushmanim ko'p, ko'nglimdan chiqargan ataganni tashlab qo'yaman. Tushgan bo'lsa faqat tushdi deysiz, pulni aytmaysiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi aka. Faqat pulini aytmang, men dushmanlarim ko'pdan men misol men quturib ketganimdan bu ishni qilayotganim yo'q, ko'nglim bo'sh bo'lib, Allohga yaqin inson bo'lganligim uchun qilyapman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi aka. Ayting karta raqamingizni. 9860 Hozir. 98 olmuş. 0801 Hozir. 9 olmuş 0801 2955 bir minut. 0801'dan keyin 2955 3311 Abil Xayva chiqadi aka. 11. Kim chiqadi? Abil Xayva chiqadi. Samira qizim. Hozir tushsa siz ham tushdi deb aytaverasiz. Shirinligini qara, shirinligini qara, ruxsatchani shirinligini. Nima yig'layapsiz hali ham? Yig'lamang. Mana so'zkaz. Yig'lamang. Yig'lamang. Hayotda shunaqasi ham bo'lib turar ekanda aka. Endi bu hayotda opajon. Yig'lamang jon opa, yig'lamang. Tilqam uyqung keldimi? O'shaga chasi tushib qoldi, chasi yo'q o'sha qoldimi? Aka. O'lay, ismlari nima edi? Sadiya. Sadiya xonim. Jonim, yig'lamang. Sizga ham shunday pul tushsa, pul tushganligi ko'rinadi. Ha, ko'rinadi. Ha, nima bu? Qarang tushdi.
Nima desaki? Pul tushdi qarang. Hozir aka, hozir. O yerdan shunday tushib qarab keling, bo'pti. Qani bu? Boyagi opani niki nima edi, boyagi opa yozsinchi, niki nima edi, nikini eslanglarchi. Men ham uyqum kelib o'tiribdi, turibman shu yoqda. Nima uyqung keldimi deyverasan. Tushay pastga onangni ishaysiksin sen g'arromini. Shilqimda aytam, Bir onangni sizga g'arromini. Uyqusiga qo'rtoq bo'lma, bu yerda xalq qilib deyapti, isqir. Bu payt uxlab bo'ladimi? Hamma joningni kalakopchiklasiksin, ya buyunami gasiki, ko't. Tushay o'rni yo'q bilan. Keldi, liftga. Opan ko'tar liftga osilib turgan joy. Qayerdan bilaman opan lekin. Ya. Boyagi qayerdan Toshkentni qayerdandir opa bor. Ko'zdan ko'tar. Aka, rahmat kattakon. Tushibdi. Nima tushgan bizga yig'laverasiz? Boshqalar ham tashabdi. Alloh rozi bo'lsin iloyim hammanglardan. Rahmat kattakon. Ulg'ayom kunlari rosa savob qildingiz, rahmat. Jonim opam kulib turing, yig'lamang. Joni sog' bo'lsin. Aka, siz menga berdingiz, Allohim men bersin sizga iloyim. Aytganingiz kelsin. Joni sog' bo'lsin. Rahmat aka. Nastarini kelaman chiqib. Zo'r aka, rahmat. Boshqa chiqmayman efiringizga. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Biz hali ham juda ham katta ezguliklar qo'l urmoqchimiz. Mayli, salomat bo'ling. Shilqim, bechora yig'layapti, qara. Qani boyagi inson, qani buni biz pul taylab bergan insonimiz qani chiqib bizga javobini aytmadi-ku opa. Opani neki qani opani topinglar. Yo, nargi opaga ham men pul tashlab berdim, dalbayo. Shu opa edi deydi. Boyagi kasal opamida. O'sha bitta opa edi mana topdim. Esimdan chiqib ketdi. Seni esing ham joyida emas, sen qayerda o'tirganingni ham bilmayapsan hozir. Rahmat Sardor aka, tushibdi. Rostdan tushibdimi? Shunaqa turibdi, lekin men uni yaxshi ham tushunavermayman-da. Yo'q, o'zi qarasangiz so'mma o'zgaribdimi, ha? SMS kelibdimi? SMS kelmaydi-da, Sardor aka, ichiga kirib ko'raman internet orqali. O'zi kirib qaraganingizda puli ko'payaptimi? Bilmayman-da, tushunmayman o'zim ham. Uni ichida juda katta summa bormi, siz bilmaysiz? Million tushsa. Bilishmayman, shunaqa pulimiz bor edi-da. Bo'ldi, ko'payaptimi, ha? Yetti bo'pti lekin. Bilmayman. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, opa. Sardor aka, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, Allohim niyatinglarga yetkazsin. Sizlar bizga birini berdinglar, Allohim sizlarga minini bersin. Aytganingiz kelsin, opa, mayli, salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Sizlardan. Do'stlik qilganingizga ham rahmat aka, sizga ham. Salomat bo'ling, xo'p. Xo'p. 750 ming so'm so'radi opa, o'sha 750 ming so'm tashlab qo'ydim-da, kvartirasi yetmagan ekan. Kvartirasi yetmagan, 750 ming so'm taylam, 7,5 million emas, ko'p taylalganim yo'q. Onangizga oper gruppa bosib ketmasin, uyimdan 7 million so'mdan odamlar pul tarqatyapti ekan deb gap so'z tarqalib ketmasin. Ko'tlaringni qilsanglar. Ko'tlaringni qilsanglar, orasiga qamalib ketib o'tirma. Jimgina turing. Kelib qoldi, men aytdim-da, tushuntirib, menga
Siladishi insonni ko'tar. Siladishimi? Mana bu inson boyadan beri yozyapti. Shuni bir inson ana shu insonni ko'tar. Nima bo'lganligini biz o'rganaylik. Assalomu alaykum. Ye. Mashalloh. Assalomu alaykum. Allohdan so'ragan edim. Assalomu alaykum Asliddin. Va alaykum. Man sabah. Jannatim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Sardor. Alhamdulillah va rabbil alamin. Allohimga shukr. Opa zo'rmisiz? Ko'zi. Man. Mana 2 nafar farzandim. Sardorjon. Assalomu alaykum. Shirin bola qalaysiz?